kista ham olganmiz sizlarni. Bu tarafda kista, bu tarafda palib. Mana shu lower centerga kelmasimdan oldin umuman почти nafas ola olmay qolgandim. Lower centerga kelib, Shavkat akada qo'llar ko'rmasini operatsiya qildirgandan keyin Xudoga shukr nafas olishlarim tiniq. Ikkala yuqori jag'i bo'shligini ochganmiz, ya'ni chap tomon kista bo'lgan, o'ng tomonlarda polip bo'lgan va birinchi to'siqqa qiyshuv bo'lgan, keskin. Bitta etapda birinchi to'siqni to'g'rilaganmiz va diameter bo'shligini tozalaganmiz kista va polipdan. Demak, o'ng tarafdan ko'ramiz. Ahmed bilan birinchi to'siqiga, birinchi to'siq qanaqa turibdi? Idealni, juda ham zo'r va mana bitta mana pazuha ochgan pazuhamiz, katta chiroyli turibdi. Ikkinchi taraflari ham mana juda ham zo'r. Va mana o'sha pazuha ochgan joyimiz. Yaxshi, zo'r. Nafas olish qanaqa, yaxshimi? Zo'r, tiniq. Bosh og'rimayaptimi? Yo'q, hozir og'riq yo'q. Qo'llaringiz qo'ymas. Xursandmisiz? Aka, sog' bo'ling. Biz ham xursandmiz. Alhamdulillah.